Qani keling aka, qaysi qabrni tozalash kerak aka? Keling. Mana bu qabrni tozalash kerak, yana unisini ham. Xo'p aka, hozir tozalaymiz, keling. Aka, bu qabrning egasi sizga kim bo'ladi? Bunisi otam, unisi onam. Ha, tushunarli. Hozir chiroyli qilib tozalab beraman aka sizga. Anchadan beri kelmaysizmi deyman-da. Endi ishlarim ko'payib ketib kelmadim. Shunga bir tozalataydim. O'ziz kelib bir tozalasangiz bo'lmaydimi? Hech bo'lmaganda oyda bir. Bammi? Shu kiyimdami? İşinizni bilib qilavering. Pulingizni olgandan keyin. Aqlni yiqmasdan. Aka, bo'ldim men ishimni. Bo'ldingizmi? Bo'ldim, chiroyli qilib qo'ydim. Nech pul? Ha, endi ko'nglingizni chiqarib bering-da. Har qanday savob ish. Tushunarli. Mana aka, rahmat. Aka, bir daqiqa mumkinmi? Tinchlikmi? Bilasizmi? Kimnidir qabrida o't bosgan tikan. Uning farzandlari butkul unutgan. Kimning qabrida gul ochgan chaman, ularning farzandi gul urug'in sochgan. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Sizning gilamlar do'konimizga xush kelibsiz. Kechirasiz, menga xo'jayin xonalarni ko'rsatavering. Xo'p, keling, marhamat. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling, marhamat. Meni ko'rib hayron bo'layotgandirsiz. To'g'risini aytsam, tushunmadim. Qanaqasiga? Men o'z kibrimni sindirish uchun borib qabrlar ustini tozalayman. O'ziz kelib bir tozalasangiz bo'lmaydimi? Hech bo'lmaganda oyda bir. Bammi? Yuring unda, men sizni ish bilan tanishtiraman. Qani ketdik. Keling, bilasizmi, bizning gilam do'konimizda yangi taftin metrli gilamlarimiz kelgan. Ushbu gilamlarimizning qulay tomoni restoranlar, ofis, mehmonxonalarga juda qulay va hamyonbop. Sizni shu bo'limga sotuvchi qilib ishga qabul qilib olamiz. Rahmat aka, xursandman. Omadingiz bersin. Rahmat.